aslida biz hayotimizni ham sotyapmiz, bilasizmi? O'zimiz bilmagan holatda kimnidir qo'liga qarab qolib ham umrimizni o'tkazib yashayapmiz. Bugungi kunda ham bitta ishda, sevmagan ishingda, o'zingga zavq bermaydigan, seni o'stirmayotgan, senga hech narsa bermaydigan ishingda majburiy o'zingni majburlab pul uchun ishlab yashayapsan umringni o'tkazib. Senga buning uchun haq to'lashyapti. Da balki 1 million emasdir, balki boshqacha, lekin shu uchun yashayapsan-ku. Umringni o'tkazyapsan-ku. Nima uchun to'xta bo'ldi, stop, kerak emas. Xohlamayman bu ishda boshqa ishlashni. Menga bu zavq bermayapti. Men o'zimni majburlab, zo'rlab oxirgi marta deb kelyapman. Bo'ldi. Nimaga shunaqa demaymiz? Chunki biz nihoyatda zavisimiy odamlarimizda. Ya'ni biz pulga qaramligimiz uchun ham o'zimiz sevmagan ishda yashaymiz, sevmagan odamimiz bilan yashaymiz. Bizni kamsitadigan jamiyatda yoki jamoada qolishni afzal deb bilamiz. Biz o'zgartirgimiz kelmaydi hech narsa. Nima uchun? Chunki menga haq to'lashyapti deymiz. Masalan, o'sha turmush o'rtog'i kamsitab yashasa ham, ursa ham, boshqa qilsa ham o'zini chidab yashaydi, umrini o'tkazyapti, zavol qilyapti. Nimaga chidayapsan desa, bola chaqam, uyim. Shunchaki mana haq sabab.